Eski kundaligimni kecha topib oldim. O'qisam, o'zimcha kimlardandir xafa bo'lgan ekanman. Endi esa ko'ryapman. O'sha odamlarni ham hayotning o'zi bir chig'iriga solib o'ynadi. Qalb og'rig'idan qiynalgan ekanman. Ko'ryapmanki, qalbning yarasi ham bitar ekan. Agar shu kundaligim bo'lmasa, xotiram eski ishlarni mutlaqo eslatmas ekan menga. Unutibman. Demakki, insonning unutuvchanligi rost ekan. Bu kundalikka juda ko'p iztiroblarni bitgan ekanman. Hozir u voqealarning yarmidan ko'pini qayta ko'z oldimga keltira olmadim, ishoning. Yana bilasizmi nima? Men satrlarga ko'z yugurtirib o'sha paytlarda baribir kimgadir qattiq ishongan ayolning nomalarini o'qigandek bo'ldim. Ishongan ekanman. Demakki, nomardlarni da aziz sanaydigan fe'l-atvorim bo'lgan ekan o'shanda. Vaqt nega hamisha bizga unutish sharobini ichiradi, bilasizmi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Chunki bu yagona dori. Og'riqlarni unutasiz va aynan unutib yuborganingiz uchungina ularni kechirasiz. Yaxshiyamki, vaqt degan dori bor hayotimizda. Har donga quyosh uchun rahmat.